Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida shifokorlar tekshiruv uchun shablonni qay tartibda yaratishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan shablonlar paneli ustiga bosamiz va tekshiruv uchun shablonlar ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, yaratilgan shablonlar ro'yxati ko'rinib turadi. Yangi shablonni yaratishni boshlash uchun shablon yaratish tugmasi ustiga bosamiz. Shablon yaratish oynasi ochiladi. Bu yerda shablon nomi maydoniga kerakli nomni kiritamiz. Sarlavha nomi maydoniga kerakli sarlavhani tanlaymiz. Va ushbu maydonga shablon matnini kiritamiz. Bu yerda agar sizda tayyor shablon namunasi mavjud bo'lsa, nusxa ko'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Shundan so'ng yaratish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda yaratilgan shablon ro'yxatga tushadi. Tekshiruv uchun shablonni yaratish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.